Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Arafa kuni roza tutishlik 2 yillik Alloh taolo gunohi 2 yillik gunohni kechiriladi. O'tgan yil va kelayotgan yil. Faqatgina kichkina gunohlarni emas, hattoki gunoh kabiralarni, katta gunohlarni ham Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Va yer osmonga tushib turib istig'for aytuvchi bandalarim bormi? Men gunohlarni kechiray. So'raydiganlar bormi? Men ijobat qilay dedi Alloh subhanahu va taolo. Va farishtalarga maqtanadi. Mana bandalarimni qaranglar, men keldi. Qaranglar bandalarimni. Menga ibodat qilishyapti, mendan so'rashyapti deb Alloh subhanahu va taolo farishtalarga maqtanadi. Bizlarni farishtalarga maqtaydi Alloh subhanahu va taolo. Bizi qadarimizga bu kelayotgan yilda ofatlar, balolar, faqirlik, boshqa musibat, imtihonlar yozilgandir, lekin duo bilan mana shu narsani o'zgartirasiz bo'ladi. Albatta qadarni duo bilan o'zgartirsa bo'ladi. Qadar yozilgan, lekin Alloh taolodan duo qilib so'rasangiz, Alloh subhanahu va taolo duoingizni ijobat qilib, sizga kelayotgan balolarni, faqirlik va har xil imtihonlarni Alloh subhanahu va taolo yo'q qiladi. Jiddiy jahd bilan, ixlos bilan, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan yaqin bilan duoni shartlanishini qilib, albatta qabul bo'ladi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ertaga qanaqa kun bilasizmi? Ertaga eng afzal kun. Yer yuzida quyosh chiqqan kunlarning eng afzali ertaga bo'ladi. Arafa kuni. Alloh subhanahu va taolo yer osmonga tushadi. Yer osmonga tushib turib, faqat mana shu kunda tushadi, boshqa kunda tushmaydi. Yani Laylatul Qadrdan ham, Ramazon kunlaridan ham afzal, eng afzal kun Arafa kuni bo'ladi. Alloh taolo tushib turib, duo qiladigan bandalarim bormi mendan so'raydigan? Men ularning duolarini ijobat qilay deydi. Birodarim duo qiling. Alloh taolo hamma narsani beradi. Hamma narsaga qodir. Yo'q, bu mumkin bo'lishi mumkin emas demayman. Alloh taologa hamma narsa oson. Ertaga duolaringizni qiling. Ertaga har bir lahzani, har bir soniyani g'animat biling. Ertaga. Agar hajda bo'lmasangiz, Arafa tog'ida bo'lmasangiz, masjidga kirib olib, ertalabdan shomgacha duo qilib o'tiring. Ertaga roza tutsangiz, Alloh subhanahu va taolo 2 yil gunohini kechiradi. Imom Muslim sahih hadisda rivoyat qilgan mana bu hadisni. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Arafa kuni roza tutishlik 2 yillik Alloh taolo gunohi 2 yillik gunohni kechiriladi. O'tgan yil va kelayotgan yil. Faqatgina kichkina gunohlarni emas, hattoki gunoh kabiralarni, katta gunohlarni ham Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Va yer osmonga tushib turib istig'for aytuvchi bandalarim bormi? Men gunohlarni kechiray. So'raydiganlar bormi? Men ijobat qilay dedi Alloh subhanahu va taolo. Va farishtalarga maqtanadi. Mana bandalarimni qaranglar, men keldi. Qaranglar bandalarimni. Menga ibodat qilishyapti, mendan so'rashyapti deb Alloh subhanahu va taolo farishtalarga maqtanadi. Bizlarni farishtalarga maqtaydi Alloh subhanahu va taolo. Va Alloh subhanahu va taolo farishtalardan so'raydi, Alloh biladi. Va farishtalardan so'raydi. Bandalarim nimani so'rashyapti mendan? Jannat so'rashyapti, ya Rob deysa, sizlarni shohid qilib aytaman, men ularga jannatni berdim. Yana qaytadan so'raydi Alloh taolo. Alloh taolo albatta farishtalardan ko'ra yaxshi biladi. Aytadiki Alloh taolo, bandalarim nimadan panoh so'rayapti? Ya Rob, bandalaring jahannamdan panoh so'rayapti. Deysiz, sizlarni shohid qilib duo qilib aytaman, men mana bularni, ya'ni Arafat kuni duo qilayotganlar, jahannamdan panoh so'rayotganlarni jahannamdan ozod qildi. Jahannamga kirishmaydi. Va dunyodagi eng ko'p jahannamdan ozod bo'ladigan kun Arafa kuni bo'ladi. Ramazon kunidan ham, Laylatul Qadr kunidan ham eng afzal kun. Va millionlagan insonlar yoki juda ko'p insonlar jahannamdan ozod bo'lishadi ertaga. Mana bu kun. Birodarlar, ibodatda juda jahd qilinglar. Bir kun ming kun emas. Har bir lahzani, har bir soniyasini g'animat bilinglar. Va eng katta ibodat ertaga qilinadigan eng katta va eng yaxshi ibodat bu Qur'on o'qish, Allohni zikr qilish va duo qilishlik. Duo qilishlik uchun katta fursat. Va biz mana bu yer yuzidagi milliardlagan insonlar
bir tepalikka chiqib olib bir tog'ning ustiga Alloh subhanahu va taolodan xohlagan narsamizni so'raylik. Alloh taolo biz so'ragan hamma narsani bersa ham Allohning mulkidan zarracha ham kamayib qolmaydi. Allohning mulki biz tasavvur qila olmaymiz Alloh subhanahu va taoloning mulkini. Alloh taoloning xazinasini. Xuddiki dengizga bir ignani tiqib olganchalik bo'ladi. Bir dengizga bir ignani tiqib olsangiz, dengizdagi suv kamayadimi? Yo'q, kamaymaydi. Hattoki bilinmaydi ham. Xuddi shunday birodarlar. Alloh taolodan so'raylar. Alloh subhanahu va taolo albatta rahim bo'lgan zotdir. Bizga bo'lgan rahmat sabablik bizga mana bu Arafa kunini qilib qo'ydi bir yilda. Nimaga? Nima uchun? Biz gunohlarimizdan pok bo'lishimiz uchun. Ramazonda pok bo'la olmaganlar bordir. Yoki Ramazondan keyin yana ba'zi gunohlarni qilib qo'yganlar bordir. Biz gunohlarimizdan pok bo'lib, biz shuncha yil qabul bo'lmagan duolarimizni nima? Qabul bo'lishligi uchun fursat. Jannatga kirib olishligimiz uchun fursat ertaga. Jahannamdan ozod bo'lib qolishligimiz uchun istagan narsasi. Bizi qadarimizga va bu kelayotgan yilda ofatlar, balolar, faqirlik, boshqa musibat, imtihonlar yozilgandir, lekin duo bilan mana shu narsani o'zgartirsangiz bo'ladi. Albatta qadarni duo bilan o'zgartirsa bo'ladi. Qadar yozilgan, lekin Alloh subhanahu taolodan duo qilib so'rasangiz, Alloh subhanahu va taolo duoingizni ijobat qilib, sizga kelayotgan balolarni, faqirlik va har xil imtihonlarni Alloh subhanahu va taolo yo'q qiladi. Alloh subhanahu va taolo sizni o'z rahmatiga oladi. Sizni saqlaydi. Siz gunohlaringiz ko'pdir, gunohlaringizni kechiradi. Siz jahannamga loyiqdirsiz, lekin jahannamdan ozod qiladi. Ertaga jahannamdan panoh so'rasangiz. Jiddiy jahd bilan, ixlos bilan, Alloh subhanahu va taologa bo'lgan yaqin bilan duoning shartlarini qilib, albatta qabul bo'ladi. Jazakumulloh xayron birodarlar. Har bir musulmonning haqqiga duo qilinglar. Har bir musulmonning haqqiga duo qilsanglar, yer yuzida qancha mo'min musulmon bo'lsa, ana shuncha sizlarga savob hasanat yoziladi va albatta ota-onalarni esingizdan chiqarmanglar. Bu juda muhim bo'lgan narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlar va Qur'onda ham oyat keladi. Va Robbirhamhuma kama robbiyani saghira deb turib va birodarlar duo qilinglar. Birodarlar duo qilsanglar, farishtalar aytadi, senga ham ana shunday bo'lsin. Masalan, ey Robbim birodarimga masalan jannatni bergin. Desiz, farishtalar senga ham bo'lsin. Birodarlar jazakumulloh xayron. Robbana Bismillahirrahmanirrahim.